Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yangi yo'ldagi yana bir xonadonimiz bugun yakun topyapti. Burchatkasini yakunlashdi xohlasa ustalarimiz. Endi granitlarni ham davom etyapmiz. Sokol granit bo'lyapti. Bu hovlimiz 200 kvadrat atrofidagi hovli edi. Narislar tagi bilan komplekt hamma joyini burchatkamiz Sulton Fayz oq mramorli qorishmaga bo'lgan, oq sementga, kuboklari granitdan, Versace palasalari bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab 12 viloyatga hamma joyga yetkazib, o'rnatib beryapmiz xizmatlari bilan. Hattoki burada ostiga ketadigan mahsulotlarni ham o'zimiz olib kelib sizga hech ham ovora qilmaydigan holatda hamma narsasini bitkazib beramiz. Ayniqsa bu xonadon egalari ishdagi paytda nima olib beraman, usta qaydan topaman deydiganlarga hamma joy birgalikda bo'ladi. Narslarni birgalikda bitkazib berdik. Keyingi navbat qo'shni xonadonga. Bu joyda 4 ta xonadonda navbat burchatkalarni qilyapmiz. Sokollarni o'rnatib beryapmiz. Zinalar usti granitdan qilamiz. Daraxonasi. Sizlarga ham shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nomer qoldiramiz 55lik 530 nomerga. Instagramda, Telegramda, YouTube kanallarimizda hamma videolarimizni birma-bir ko'rib chiqsalaring bo'ladi. Videolarimiz bor.